Assalomu alaykum, China Motors kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Bugungi videomizda bizda, ya'ni China Motors kompaniyasida sotuvda tayyor turgan mini gruzoviklar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Demak, keling birinchi Xitoy tomonidan ishlab chiqarilgan Victory brendiga tegishli bo'lgan mini gruzovikga ko'rib chiqamiz. Bu K1 modeli hisoblanadi. Bunda 1.5 atmosferni motor o'rnatilgan, ot kuchi 104 ga teng va benzinda harakatlanadi. 100 kilometrga 7 litr benzin rasvod qiladi va benzin tanlamas hisoblanadi. Bundan tashqari bu koreyskiy motor bo'lgani hisobiga siz bemalol qiynalmasdan metan hamda propan o'rnatish imkoni ham mavjud. Ushbu mini gruzovik yakka ballonli hisoblanadi. Ballonlar radiusi esa 14 diska, ya'ni 14 ballonlari o'rnatilgan. Bortining o'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 2,90 cm, eni 1,60 cm va balandligi 37 cm ga teng. Dokumentida 1 tonna 100 kg yoziladi, lekin o'zbekchilikda siz 2-2,5 tonnani bemalol yuklasangiz bo'ladi. Chunki orqa tomonda mustahkam resorlar o'rnatilgan. Ushbu mini gruzovigimiz barcha qulayliklarni o'z ichiga jamlagan, chunki salon qismida rulimiz elektrousilitilli rul, korobka qutimiz, ya'ni uzatma qutisi 5 talik bo'ladi, mexanika va konditsioner, pechka deymizmi, barchasi mujassam va eng asosiysi orqa tomonda kamerasi bor va monitor salon qismida o'rnatilgan. Ushbu mini gruzovigni siz hozirgi kunda $14,000 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, bundan tashqari buning K2 modeli bor, ya'ni dubl kabinaligi. U ham qiziqtirgan bo'lsa, sizni $14,500 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Navbatdagi mini gruzovigimiz Jack G3 bo'ladi. Ushbu mini gruzovik 1.8 motor bilan jihozlangan. Ushbu motor Toyota kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Ot kuchi esa 128 taga teng, atmosferni hisoblanadi va benzin tanlamasi 8 litr 100 km ga rasxod qiladi. Bundan tashqari bu motorga siz bemalol metan, propan o'rnatish imkoni ham mavjud. Juda ham zo'r va baquvvat motorlardan biri hisoblanadi. Mini gruzovigimizning 3 xil varianti sotuvda tayyor holda turibdi. Bu furgon varianti hisoblanadi. Bundan tashqari buning bortovoy varianti bor va bortovoy variantining dubl kabinaligi ham sotuvda tayyor. Bu qo'sh ballon hisoblanadi. Yuki 3-3,5 tonna, даже 4 tonnagacha yukingizni bemalol olib boradi. Furgonimiz yon tomondan eshigi bor va orqa tomonda ham eshigi mavjud. Siz bemalol xohlasangiz bu tomondan, xohlasangiz orqa tomondan bemalol yukni solsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, demak, bu mini gruzovik qancha turadi? Furgon varianti $27,000 turadi, bortovoy varianti $26,000 va bortovoy variantining dubl kabinaligi $28,000 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Arzon bo'ladimi desangiz, albatta arzon bo'ladi. Firmamizga, ya'ni kompaniyamizga tashrif buyuring va yakuniy narxini bilib olsangiz bo'ladi. Bir mini gruzovigimiz bu milliy brend hisoblanadi, ya'ni Samarqandda ishlab chiqarilayotgan Jack X200 modeli. Buning 3 xil varianti sotuvda tayyor holda turibdi. Demak, bortovoy varianti, tentovka varianti va ko'rib turganingiz prom tovarni versiyasi, ya'ni izotermik furgon varianti ham bor. Bunda ikkilik motor o'rnatilgan. Motor kuchini oladigan bo'lsak, 147 ta kuchga ega. Bu yaponskiy Greenjet motor hisoblanadi va eng asosiysi bunga metan, propan o'rnatsa bo'ladi, lekin bitta no tomoni bor. Benzin iloji boricha 92 dan yuqori benzin qo'ysangiz, ushbu motorga ma'qulroq bo'ladi. Demak, bu mini gruzovik oldi qismi podveska bo'ladi, orqa qismi resorni bo'ladi. Oldi ballon 15 radiusga teng va orqa ballon 13 radiusga teng. Bu qo'sh ballon hisoblanadi. Dokumentida 1 tonna 900 kg yoziladi, lekin o'zbekchilikda siz bemalol 3-3,5 tonna yukingizni olib borsangiz bo'ladi. Sinovdan o'tgan. Endi o'lchamlariga keladigan bo'lsak, izotermikning hozir o'lchamlarini aytaman. Demak, uzunligi 3,22 cm, balandligi 1,86 cm va eni 1,80 cm ga teng bo'ladi. Bu ham yonda eshigi bor va orqa tomonda ham eshikka ega. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu X200 mini gruzoviklarini qanchaga xarid qilsangiz bo'ladi? Hozirgi kunda 248 milliondan boshlanadi, 275 milliongacha turadi. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta pastda raqamlar qoldiriladi. Ushbu raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki China Motors kompaniyamizga tashrif buyuring, barchangizni kutib qolamiz.